Bir darvesh qatta zaruratga tushib qoldi. Bir tanishi kelib unga shunday dedi: "Falonchi odam juda katta mol-davlatga ega. Borib so'rasang, albatta yordam beradi." Birgalikda o'sha odamning uyiga borishdi. Adavlat odam esa ularni qovog'ini yurgan holda kutib oldi. Darvesh undan hech narsa so'ramay ortiga qaytdi. Tashqariga chiqqanlaridan so'ng sherga nima uchun undan hech narsa so'ramading dedi. Darvesh unga shunday deb javob berdi: "Qovog'ini uygan odamga ehtiyojingdan so'z ochma. Uning bu yomon tabiatidan o'zing ranjib qolasan. Dardingni shunday bir odamga aytki, yuzi kulib tursin. Senga biror yordami tegmasa ham tabassumining o'zi yetarli bo'ladi. Eng to'g'risi esa shu har narsani asl sohibidan so'rash. O'shib yurgan qovoq bu borada yo'q qo'ygan xatoyimning badalidir.